Aziz tomoshabinlar, bugungi mavzu juda muhim. 1 avgustdan boshlab qariyalarga prezident tomonidan 25 million so'm berilishi haqida gaplar ko'paydi. Ko'pchilik bu pul hammaga beriladimi? Uni nimaga ishlatish mumkin? Olish uchun qayerga borish kerak? Hujjat kerakmi yo'qmi deb so'rayapti. Men bugun shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, nevaralari, qo'ni-qo'shnilari uchun ham muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha tufayli odam kerakli yordamdan quruq qolishi yoki firibgarlarning gapiga kirib qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarga real foyda beradi. Avvalo men eng muhim narsani aytib qo'yaman. Davlat tomonidan beriladigan har qanday pul, nafaqa, kompensatsiya yoki moddiy yordam aniq hujjat, qaror, farmon yoki mahalliy hokimlik ro'yxati asosida beriladi. Ya'ni hamma qariyalarga avtomatik 20 million so'm tushadi degan gapni eshitsangiz, darhol tekshirish kerak. Chunki amalda bunday yordamlar ko'pincha ma'lum toifadagi odamlarga ma'lum shartlar asosida beriladi. Oldin qanday edi? Oldin ham keksalar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali yordam oladigan fuqarolar, mahalla ro'yxatida turgan ehtiyojmandlar turli shaklda yordam olishgan. Bu yordam ba'zan pul ko'rinishida, ba'zan oziq-ovqat, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, uy-joyni ta'mirlash, kommunal to'lovlarga ko'mak yoki sanatoriy yo'llanmasi ko'rinishida bo'lgan. Endi nima o'zgargan? Odamlar orasida 2 avgustdan 2 million so'm degan gap tarqalgan bo'lsa, bu odatda bir martalik moddiy yordam, ma'lum toifa uchun ajratiladigan mablag', mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari orqali beriladigan ko'mak haqida bo'lishi mumkin. Lekin bu pul barcha qariyalarga istisnosiz beriladi degani emas. Men ekspert sifatida sizga maslahat beraman. Bunday xabarni eshitganingizda birinchi savol kimlarga beriladi bo'lishi kerak. Ikkinchi savol qaysi hujjat asosida bo'lishi kerak. Uchinchi savol qayerga murojaat qilinadi bo'lishi kerak. Agar gap keksalarga beriladigan 1 yil bo'yi million so'mlik yordam haqida ketayotgan bo'lsa, birinchi navbatda uning maqsadini tushunish kerak. Bunday mablag' odatda odamning kundalik ehtiyojini yengillashtirish uchun beriladi. Masalan, dori-darmon olish, davolanishga borish, oziq-ovqat xarid qilish, kommunal to'lovlarni yopish, qishda issiqlik masalasini hal qilish, ko'zoynak, eshitish moslamasi, tayoqcha, aravacha yoki boshqa zarur buyumlarni olish uchun sarflanishi mumkin. Lekin men bu yerda bitta nozik jihatni tushuntiraman. Agar pul oddiy moddiy yordam sifatida berilsa, ko'pincha fuqaroni o'z ehtiyojiga qarab sarflaydi. Masalan, pensioner ona 1 yil bo'yi million so'm olsa, uning 600 ming so'mini qon bosimi, yurak, qand kasalligi dorilarga sarflashi, 400 ming so'mini oziq-ovqatga, 300 ming so'mini kommunal to'lovlarga, 200 ming so'mini yo'l xarajatiga ishlatishi mumkin. Bu mantiqan to'g'ri, chunki yordamning maqsadi odamning hayot ehtiyojini qoplash. Ammo agar yordam maqsadli ajratilgan bo'lsa, masalan, aynan dori-darmon uchun, aynan uy ta'miri uchun, aynan reabilitatsiya vositasi uchun yoki aynan sanatoriy yo'llanmasi uchun berilgan bo'lsa, unda pulni boshqa narsaga sarflash mumkin bo'lmasligi mumkin. Ayrim hollarda pul fuqaroning qo'liga berilmaydi, balki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga o'tkaziladi. Masalan, eshitish moslamasi kerak bo'lsa, pul pensioner kartasiga tushmasdan moslama yetkazib beruvchi tashkilot orqali hal qilinishi mumkin. Shuning uchun millionni nimaga sarflash mumkin degan savolga javob yordamning turiga bog'liq. Eng ko'p e'tibor berish kerak bo'lganlar, yolg'iz yashaydigan qariyalar, farzandlari uzoqda bo'lgan pensionerlar, nogironligi bor keksalar, doimiy dori ichadigan fuqarolar, kam ta'minlangan oilada yashovchi qariyalar, uy-joy sharoiti og'ir bo'lganlar, mahalla ro'yxatida ehtiyojmand sifatida turganlar. Chunki ko'p hollarda davlat yordami aynan ehtiyoj darajasiga qarab belgilanadi. Masalan, birinchi holatni olaylik. 72 yoshli ota yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1,5 million 200 ming so'm, har oy 1,5 ming so'mlik dori oladi. Elektr va gaz to'lovi 2,1 ming so'm, oziq-ovqatga kamida 800 ming so'm ketadi. Bunday odamda pensiya yetmaydi. Agar mahalla uning holatini ko'rib, ijtimoiy himoya bo'limiga tavsiya qilsa, unga bir martalik yordam ajratilishi mumkin. Bu yerda 20 million so'm juda katta yordam bo'ladi. U 2 yoki 3 oylik dori zaxirasini olishi yoki qarz bo'lib qolgan kommunal to'lovlarni yopishi mumkin. Ikkinchi holat, 68 yoshli ona farzandlari bilan yashaydi.
farzandlari ishlaydi. Oilaning daromadi barqaror, uyning sharoiti yaxshi, ona pensiyasini asosan o'ziga ishlatadi. Bunday vaziyatda u faqat yoshi katta bo'lgani uchun avtomatik yordam olmasligi mumkin. Chunki davlat yordami ko'pincha yoshi bo'yicha emas, ehtiyoj bo'yicha beriladi. Bu odam nega qo'shnim oldi, men olmadim deb xafa bo'lishi mumkin. Lekin qo'shnisining sharoiti boshqacha bo'lishi ehtimoli katta, u yolg'izdir. Nogironligi bordir, davolanishga muhtojdir yoki kam ta'minlangan ro'yxatda turgandir. 3-holat. 75 yoshli buvi pensiya oladi, lekin nevarasining nomida plastik kartadan foydalanadi. Mahallaga borsa, pul qayerga tushishini bilmaydi. Hujjatlari tartibsiz, telefon raqami boshqa odam nomida. Mana shu holatda muammo chiqishi mumkin. Chunki ijtimoiy to'lovlar, nafaqa va yordamlar ko'pincha shaxsning pasport ma'lumoti, JSSH raqami, bank kartasi, telefon raqami va yashash manzili bilan bog'lanadi. Agar ma'lumotlar chalkash bo'lsa, pul kechishi yoki umuman tushmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz odatdagidek tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, mahallada ro'yxatingiz aniq bo'lsa, pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, telefoningizdagi SMS xabarlarini o'zingiz nazorat qilsangiz xavotirga tushmang. Sizga tegishli yordam bo'lsa, odatda mahalla, ijtimoiy himoya xodimi yoki bank orqali xabar beriladi. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ko'p odamlar o'z huquqini bilmagani uchun yordamdan bexabar qoladi. Yana bir muhim jihat. Barcha qariyalar degan ibora ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda e'tibor tortish uchun ishlatiladi. Amalda esa barcha so'zi hamma pensioner degani bo'lmasligi mumkin. Masalan, barcha ehtiyojmand qariyalar, barcha yolg'iz keksalar, barcha ro'yxatga kiritilgan fuqarolar degan ma'no bo'lishi mumkin. Shuning uchun xabarni to'liq o'qish, manbasini tekshirish, mahalladan aniqlashtirish zarur. Men amaliy tomondan aytaman, agar pensioner qo'liga 5 million so'm yordam olsa, uni eng avval hayotiy zarur narsalarga sarflash kerak. Birinchi o'rinda dori-darmon. Chunki keksa odamlar orasida qon bosimi, yurak qandi diabet, bo'g'im og'rig'i, ko'z, buyrak, oshqozon muammolar ko'p uchraydi. Dori uzilib qolsa, kasallik kuchayadi. Keyin davolanishga 2 barobar ko'p pul ketadi. Masalan, odam bir oy 300 ming so'mlik dori ichish kerak bo'lsa, 5 million so'm unga 5 oylik asosiy dorini ta'minlab berishi mumkin. Bu katta yengillik. Ikkinchi o'rinda oziq-ovqat. Lekin bu yerda ham oqilona yondashish kerak. Pul tushdi deb bir kunda hammasini sarflab yubormaslik kerak. Guruch, un, yog', go'sht, tuxum, sut mahsulotlari, sabzavot, choy, shakar kabi eng zarur mahsulotlarni reja bilan olish kerak. Masalan, 500 ming so'mga asosiy oziq-ovqat, 300 ming so'mga go'sht yoki oqsil mahsulotlari, 200 ming so'mga sabzavot va meva olish mumkin. Keksa odam uchun to'g'ri ovqatlanish ham dori kabi muhim. 3-o'rinda kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik qarz bo'lib qolsa, keyin ustma-ust yig'iladi. Ayniqsa qishda gaz yoki elektr muammosi keksalar uchun og'ir bo'ladi. Agar 20 million so'm yordamdan 300 yoki 400 ming so'mini kommunal to'lovga ajratsangiz, keyingi oylar yengillashadi. Men ko'p hollarda odamlarga pulni avval qarzni yopishga ishlatishni maslahat beraman. Chunki qarz ruhiy bosim ham qiladi. 4-o'rinda tibbiy ko'rik. Ko'pchilik qariyalar hozircha chidayman deb shifokorga bormaydi. Natijada kasallik o'tib ketadi. Agar imkon bo'lsa, qon tahlili, kardiolog ko'rigi, ko'z shifokori, endokrinolog yoki terapevt qabuliga borish foydali. Ba'zan 1 ming so'mlik tahlil odamni millionlab so'mlik davolanishdan saqlab qoladi. Masalan, qand miqdori vaqtida aniqlansa, parhez va dori bilan nazorat qilinadi. Vaqt o'tsa oyoq, ko'z, buyrakka ta'sir qiladi. 5-o'rinda uy sharoitini yaxshilash. Keksa odam yashaydigan uyda eng katta xavf sirpanchiq pol. Nosoz elektr simi, isitilmaydigan xona, yomon yoritish, singan eshik yoki zinadir. Agar yordam puli berilsa, oddiy narsalarga sarflash ham juda foydali. Hammonga ushlagich o'rnatish, polga sirpanmaydigan gilamcha qo'yish, elektr rozetkasini tuzatish, issiq kiyim olish, qish uchun ko'mir yoki o'tin masalasini hal qilish. Bu mayda ko'ringani bilan keksaning xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Men ochiq aytaman. Bunday pulni qarindoshlarning keraksiz iltimoslariga, dabdabali marosimlarga, foydasi yo'q buyumlarga, ishonchsiz dorilarga yoki firibgarlar tavsiya qilgan mo'jizaviy vositalarga sarflamang. Keksa odamlar ko'pincha farzandimga beray, nevaramga telefon olay, to'yga qo'shay deb o'z ehtiyojini 2-o'ringa qo'yadi. Lekin bu yordam aynan sizning sog'lig'ingiz, ovqatingiz
yashash sharoitingiz uchun berilayotgan bo'lsa, avvalo o'zingizga sarflash to'g'ri. Ayniqsa internetda yoki ko'chada bu dori hamma kasallikka davo. Shu apparatni olsangiz bosim yo'qoladi. 1 millioningizni bizga bering, 2 barobar qilib qaytaramiz degan gaplarga ishonmang. Davlat yordamini olgan keksalarni firibgarlar nishonga olishi mumkin. Hech kimga plastik karta raqamingizni, SMS kodini, pasport rasmini, bank ilovasi parolini bermang. Bank xodimi ham, mahalla xodimi ham, ijtimoiy himoya xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. Birinchi nozik jihat yordam pul ko'rinishida emas, xizmat ko'rinishida bo'lishi mumkin. Masalan, sizga 20 million so'mlik yordam ajratildi deyishsa, bu summa kartangizga tushmasdan dorixona, tibbiyot muassasasi yoki ta'mirlash tashkiloti orqali ishlatilishi mumkin. Shuning uchun pulni qo'limga bering deb turib olishdan oldin yordamning shaklini aniqlang. Ikkinchi nozik jihat. Yordam bir martalik bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar bir marta 2 million olsa, endi har oy tushadi deb o'ylaydi. Lekin bir martalik moddiy yordam pensiya yoki doimiy nafaqa emas. U aniq muammoni yengillashtirish uchun beriladi. Masalan, operatsiyadan keyingi dori, uy ta'miri, qishki tayyorgarlik yoki og'ir vaziyat sababli ajratilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, yashash manzili muhim. Agar pensioner bir joyda ro'yxatda, boshqa joyda yashasa, yordamni rasmiylashtirishda savollar tug'iladi. Masalan, bu Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin Samarqandda qizi bilan yashaydi. Mahalla esa uni o'z hududida ko'rmaydi. Bunday vaziyatda qaysi mahallaga murojaat qilish, vaqtincha yashash manzilini qanday tasdiqlash kerakligini aniqlash lozim. To'rtinchi nozik jihat, oilaviy daromad hisobga olinishi mumkin. Agar keksa odam farzandlari bilan bir uyda yashasa, ayrim yordam turlarida oilaning umumiy daromadi ko'riladi. Bu hamma holatda bir xil emas, lekin amaliyotda uchraydi. Shuning uchun men pensionerman, demak menga berilishi shart deb emas. Mening holatim qaysi toifaga kiradi deb yondashish kerak. 5-nozik jihat, bank kartasi va naqd pul masalasi. Ayrim keksalar plastik kartadan foydalanishni bilmaydi. Pul kartaga tushsa, uni farzandi yoki tanishi yechib beradi. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Karta egasi pul qanchalik tushganini, qachon yechilganini, qayerga sarflanganini bilishi kerak. Iloji bo'lsa, bankdan SMS xabarnoma ulatib qo'ying yoki ishonchli odam bilan birga bankomatdan foydalaning. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Rais, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faol yoki ijtimoiy xodimdan keksalarga berilayotgan 2 million so'mlik yordam bo'yicha mening holatim tekshiriladimi deb so'rang. Gapni umumiy emas, aniq so'rang. Men pensionerman, yolg'iz yashayman. Mening dorilarim qimmat, kommunal qarzim bor. Uyim ta'mirtalab deb vaziyatni tushuntiring. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa TM ma'lumotnomasi, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, dori-darmon retsepti yoki shifokor xulosasi, kommunal qarz bo'yicha kvitansiya, uy sharoiti og'ir bo'lsa fotosurat yoki dalolatnoma. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalladan ro'yxatni yozib oling. Uchinchi qadam, ariza yozing. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: men falonchi falon manzilda yashayman, yoshim falon, pensionerman, sog'lig'im sababli doimiy dori-darmonga muhtojman, moddiy ahvolim og'ir. Bir martalik moddiy yordam ajratishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, bank karta ma'lumotingizni va imzoingizni qo'ying. Agar yozishga qiynalsangiz, mahalla xodimidan yordam so'rang. Bu uyat emas. Bu sizning huquqingiz. To'rtinchi qadam, arizangiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Og'zaki aytib ketish yetarli emas. Ariza topshirgan bo'lsangiz, qabul qilingan sanani, kim qabul qilgani, javob qachon bo'lishini biling. Iloji bo'lsa, arizaning nusxasini o'zingizda qoldiring yoki telefoningizga suratga oling. Chunki keyin men aytgandim degandan ko'ra hujjat bilan gapirish osonroq. 5-qadam, ijtimoiy himoya organlariga murojaat qiling. Hozir ko'plab ijtimoiy yordam masalalari mahalla va ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimi orqali ko'rib chiqiladi. Hududingizdagi ijtimoiy xizmat markazi yoki mas'ul xodimdan maslahat oling. Agar mahallada javob sust bo'lsa, tuman darajasidagi mas'ul idoraga murojaat qilish mumkin. 6-qadam, rasmiy manbalarni tekshiring. Prezident qarori, hukumat qarori, vazirlik yoki agentlik e'loni, hokimlik xabari bo'lmasa,
ijtimoiy tarmoqdagi xabarga to'liq ishonmang. Telegramdagi noma'lum kanallar ko'pincha 1 avgustdan hamma oladi deb sarlavha qo'yadi, lekin ichida aniq manba bo'lmaydi. Rasmiy manba bo'lmasa, mahalladan yoki tegishli idoradan so'rash kerak. 7-qadam pul tutsa reja tuzing. Men tavsiya qiladigan oddiy reja shunday. Avval eng zarur dori va davolanish, keyin oziq-ovqat, keyin kommunal to'lov, keyin uy xavfsizligi va boshqa ehtiyojlar. Masalan, 1 million so'mni 500 ming dori, 400 ming oziq-ovqat, 300 ming kommunal, 200 ming tibbiy ko'rik, 100 ming yo'l xarajati yoki favqulodda ehtiyojga ajratish mumkin. Albatta, har bir odamning holati boshqacha, lekin pulni oldindan bo'lib chiqish isrofning oldini oladi. Bir misol, 70 yoshli pensioner ota har oy 1 million 400 ming so'm pensiya oladi. Uning yurak dorilari 3 ming so'm. Qon bosimi dorilar 1 ming so'm. Qand uchun dorilari 220 ming so'm. Jami dori 7 ming so'm bo'ladi. Oziq-ovqat va kommunal to'lovdan keyin qo'lida deyarli pul qolmaydi. Agar unga 25 million so'm yordam ajratilsa, u 2 oylik dorini oldindan olib qo'yishi mumkin. Natijada dori uzilmaydi. Tez yordam chaqirish xavfi kamayadi. Oilaga bosim kamroq bo'ladi. Ikkinchi misol, 8 yoshli buvi yolg'iz yashaydi. Uyning derazasi eski. Qishda xona sovuq bo'ladi. U har oy kasal bo'lib qoladi. Doriga ko'p pul ketadi. Agar yordamdan 600 ming so'mini deraza va eshik tirqishlarini yopishga, 300 ming so'mini issiq kiyimga, qolganini dori va oziq-ovqatga sarflasa, bu pul faqat bir martalik xarajat bo'lib qolmaydi, balki keyingi oylarda ham sog'lig'ini asraydi. Uchinchi misol, pensioner ona pulni oladi va darhol nevarasiga telefon olib bermoqchi bo'ladi. Nevara xursand bo'ladi. Lekin onaning o'zi dori olmay qoladi. Bir oy o'tib, bosimi ko'tarilib, shifoxonaga tushadi. Davolanishga 2 million so'm ketadi. Mana shu yerda noto'g'ri sarfning oqibati ko'rinadi. Yordam puli birinchi navbatdagi keksaning o'z ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. 4-misol, ota plastik kartasidagi pulni tanishiga eshittiradi. Tanishi bankomat komissiya oldi deb 200 ming so'm qam beradi. Ota esa tekshira olmaydi. Bunday holatlar bo'lmasligi uchun pul tushganini SMS orqali ko'ring, bankomat chekini oling, imkon bo'lsa bank bo'limida yeching yoki ishonchli farzandingiz bilan birga boring. Men yana bir bor ogohlantiraman. Yordam puli haqidagi xabarlar tarqalganda firibgarlar ham faollashadi. Ular ro'yxatga kiritib beraman. 1 millionni tezlashtirib beraman. Pasportingizni yuboring. SMS kodini ayting. Oldin bilming to'lang deyishi mumkin. Bularning barchasi xavfli belgilar. Davlat yordami uchun hech kim sizdan oldindan pul so'ramasligi kerak. Ariza topshirish, ro'yxatga olish, holatni o'rganish rasmiy tartibda bo'ladi. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, ism familiyasini, qaysi tashkilotdan ekanini, xizmat guvohnomasini so'rang. Shubha bo'lsa, mahalla raisiga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Telefon orqali kelgan noma'lum havolarni bosmang. Pulni olish uchun anketa to'ldiring degan linklar ko'pincha kartangizdagi mablag'ni o'g'irlash uchun ishlatiladi. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan qariyalarga 1 million so'm berilishi haqidagi gapni eshitsangiz, uni darhol hamma oladi deb tushunmang. Eng to'g'ri yo'l kimlarga berilishi, qaysi hujjat asosida berilishi, pulmi yoki xizmatmi, bir martalikmi yoki doimiymi, qayerga murojaat qilish kerakligini aniqlash. Agar siz yolg'iz yashasangiz, dori-darmonga muhtoj bo'lsangiz, moddiy ahvolingiz og'ir bo'lsa, mahallaga borib ariza yozing, hujjatlaringizni tayyorlang va holatingizni rasmiy ko'rib chiqishlarini so'rang. Agar yordam puli tushsa, uni eng avvalo sog'liq, dori, oziq-ovqat, kommunal to'lov va xavfsiz yashash sharoitiga sarflang. Keraksiz xarid, shubhali dori, firibgarlar va begonalarning iltimoslaridan ehtiyot bo'ling. Bu pul keksaning hayotini yengillashtirish uchun ajratiladi. Shuning uchun undan oqilona foydalanish kerak. Sizning hududingizda bunday yordam haqida xabar berildimi? Kimlargadir 1 million so'm tushdimi yoki hali tekshirilyaptimi? Izohlarni yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa qariyalarimiz va ularning oilalari uchun juda zarur.